Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsligimizning 33-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ismul fa'il bilan tanishib chiqqan. Hamda biz bugun ismul maf'ul bilan tanishib chiqamiz. Ismul maf'ul degan nima deganda, ism maf'ul deganimiz bu fe'ldan shu fe'l ustiga tushgan kishini bildirish uchun chiqariladigan ism. Masalan, daraba desam, Mushu daraba urdi degan fe'ldan urishdan iborat bir ish harakat ustiga tushgan kishini bildirish uchun mushu fe'ldan chiqarilgan ism. Buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi ismul maf'ul deganimiz ismun mushtaqun minal fi'lil majhul liyadulla ala man waqa'a alayhi al-fi'lu ala wajhil hudud. Ism maf'ul deganimiz hadise yo'liga asosan majhul fe'ldan shu majhul fe'l ustiga tushgan kishiga dalolat qilish uchun chiqariladigan ism. Demak, ism maf'ul majhul fe'ldan shu majhul fe'l ustiga tushgan kishiga hodisa yo'liga asosan chiqarilgan ism. Demak, bu ism maf'ul majhul hukmsiz fe'ldan chiqariladi ekan. Doriba deganga o'xshagan. Hamda bu shu hukmsiz fe'l ustiga tushgan kishiga bildirish uchun chiqarildi ekan. Hamda bu ustiga tushish qaysi yo'lga asosan ekan? Davomliq yo'lga asosan ekan yoki vaqtlik bir hodisa yo'lga asosan ekan desa, bir vaqtlik hodisa yo'lga asosan deydi. Ya'ni ala vajhil hudud. Biz buni ism fa'ilda tushuntirib o'tgan, bi ma'nal hudud deganning o'zi shu. Ya'ni hodisa yo'lga asosan. Masalan ismi fa'il desak, daribun urg'uchi. Bu urishdan iborat bu sifat odamda davom turadigan sifatmi yoki vaqtlik bir hodisami desa, hodisa deymiz. Ismi maf'ul madrubun desak, urilg'uchi, tayoq yeguchi degan bu sifat odamda davom turadigan sifatmi yoki vaqtlik hodisami desa, vaqtlik hodisa deymiz. Ammo shujo'un, botur, jamilun, chiroyli deganga o'xshash ma'sifatlarchi odamda davom turadigan sifatmi yoki bu vaqtlik hodisami? Bu vaqtlik hodisa emas, bu odamda davom turadigan sifatlar. Demak, hudus deganimiz bu vaqtlik hodisani ko'rsatadi. Demak, ism maf'ul deganimiz majhul fe'ldan harakat uning ustiga tushgan kishiga dalolat qilish uchun hodisa yo'liga asosan chiqarilgan ism. Masalan, madrubun deganga o'xshash, tayoq yeguchi, ya'ni urilg'uchi deganga. Unda bo'lsa biz ism maf'ulni tushundik. İsmi maf'ul qanday chiqariladi deganda, ismi maf'ul sulasi mujarrad, ya'ni saf harflik bo'lgan fe'ldan maf'ulun o'lchamiga asosan chiqariladi. Biz saf harflik bo'lgan fe'lni shu maf'ulun degan qilibga sab akasaklam bu ism maf'ul bo'lgan bo'ladi. Deydi, yusaghu min al-fi'l sulasi al-mujarrad ala wazn maf'ul. Sulasi mujarrad fe'ldan maf'ullik yo'liga asosan chiqariladi. Maf'ullik o'lchamiga asosan chiqariladi. Masalan, daraba madrubun, kataba yazdi, maktubun yezildi. Yezilgan narsa nima bo'ldi? Maktub. Fataha ochdi, maftuhun uchuq, ya'ni echilgan narsa deganga uchuq. Demak, bu sulasi mujarrad. Saf harflik fe'ldan maf'ulun yo'liga asosan, ya'ni maf'ulun o'lchamiga asosan chiqariladi. Unda bo'lsa, sulasi mujarrad fe'ldan maf'ulun o'lchamiga asosan chiqaradi ekanmiz. Sulasi mujarradning boshqa fe'llaridan, ya'ni sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazidlarni qanday chiqaramiz deganda, biz ismi fa'ilni sulasi mujarradning boshqasidan qanday chiqargan bo'lsak, shuningga o'xshash chiqaramiz. O'xshamaydigan bir tarafi bu ism maf'ulda oxirining ilgirki harfini zir qilamiz. Ism fa'ilni qanday qilgan? Oxirining ilgirki harfini zir qilgan. O'xshamaydigan tarafi shu. Deydi, va min g'ayri sulasi ka ismil fa'il minhu bi fathi ma qabla al-akhir. Sulasi mujarradning boshqasidan ismi fa'ilga o'xshash chiqariladi, oxirining ilgirki narsani, oxirining ilgirki harfni zir qilishadi. Masalan, adkhala yudkhilu degan fe'ldan ism fa'il qanday chiqadi? Mudkhilun chiqadi. Ya'ni mudariat harfining o'rniga pashi qo'yilgan mimni kelimiz oxirining ilgirkisini zir qilamiz. Ism maf'ul
mudoriyat harfining o'rniga o'xshashla fash qilgan mimni kelimiz, oxirining ilgari harfini zivar qilamiz. Nima bo'ladi? Mudkhalun, mustakhrajun, muntazarun deganga o'xshash chiqadi. Intazara degan so'zdan muntazarun. Endi ism maf'ul xuddi ismi fa'ilga o'xshash o'zining fe'lining rolini o'ynay olamdi, ya'ni o'zining fe'li qilgan amalni qila olamdi deganda o'xshashla ya'malu amalu fi'lihi amala fi'lihi al-majhul bi sharoit al-mazkura fi ismi fa'il. Ismi fa'ilda so'zlangan shartlar bilan o'zining majhul fe'lining amalini qila oladi. Ya'ni agar bu ismi maf'ul alif lamliq bo'lsa, shartsiz o'zining fe'lining rolini o'ynay oladi. Agar alif lamsiz bo'lib, hozirgi zaman yoki kelgusi zaman bo'lib qolsa, o'zining fe'lining amalini ismi fa'ilda so'zlangan shartlarga asosan qila oladi. Ya'ni ism fa'ilda so'zlangan shartlar mubtadaga yo'linib turib, nafiga yo'linib turib, istifhomga yo'linib turib, mavsufga yo'linib turib. Mana shunga o'xshagan shartlar bilan o'zining fe'lini amalni qiladi. Biz bundaq bir gapni qildik. Hol ma'nosida holni bildirsa yoki kelgusi zamonni bildirsa, tuandagi 4 shart bilan o'zining fe'lining rolini ola oladi dedik. Agar holni bildirmizcha, masalan amsi degan bir gap qolsa, masalan Muhammadun madrubun amsi deganga o'xshab qolsa, bunda bo'lsa mutlaq o'zining fe'lining amalni qiladi. Masalan, o'zining fe'lini amalni qilganning misoli al-manzilu maftuhun babuhu desak, uy uning ishki uchuq degan bo'ladi. Bu yerdagi maftuhun degan ismi maf'ul bo'ladi. Bu yerdagi ismi maf'ul al-manzil degan mubtadaga yo'linib turib, o'zining fe'lininki, ya'ni majhul fe'lininki rolini o'ynaydi deymiz. Majhul fe'l deganninki keyindan kelgan ismisi nimasi o'tdi? Naib fa'il o'tdi. Demak, al-manzilu maftuhun babuhu degan bu jumlada babuhu naib fa'ilga asosan tashqul deymiz. Demak, bu yerda agar majhul fe'l lozim fe'l bo'lib qolsa, ya'ni bir maf'ul o'tadigan mutaaddi fe'l bo'lib qolsa, buningki faqat naib fa'illik yo'liga asosan qanday qilinadi? Tashqul qilinadi. Agar ikki maf'ul o'tadigan fe'l bo'lib qolsa, birini naib fa'illik asosan tashqul qiladi, ikkinchisini maf'ulun bihlik asosan zivar qiladi. Masalan, hada tilmizun mamnuhun jaizatan. Bu mukofot berilgan o'quvchi desam, hada tilmizun mamnuhun jaizatan desam, bu jumlada biz mamnuh deganni biz maf'ul o'lchamiga asosan ismi maf'ul deymiz. Manaha degan fe'ldan chiqqan ism maf'ul deymiz. Bu yerdagi ism maf'ul o'zining fe'lining rolini o'ynaydi. Xuddi majhul fe'l kelganga o'xshagan o'zining fe'lining rolini o'ynaydi deymiz. Qanday o'ynaydi? Mamnuhun majhul fe'lning rolini o'ynab, buning tagidagi huwa degan domirisi naib fa'il. Chunki manaha degan fe'l ikki maf'ul o'tadigan fe'l. Buning tagidagi domirisi naib fa'il bo'ldi. Jaizatan degan ikkinchi maf'uli maf'ulun bih bo'ldi deymiz. Bu yerda mamnuhun degan ism maf'ul, hada tilmizun mamnuhun degan tilmizun degan mavsufqa. Chunki bu yerdagi mamnuh sifat, tilmizning sifati. Mavsufga yo'linib turib o'zining fe'lining amalini qildi deymiz. Endi maf'ul deganda biz bir ish harakat ustiga tushgan ism dedik. Endi bu maf'ulun o'lchimini kamay, yana shu ish harakat ustiga tushgan narsani bildiradigan ismlar arab tilida. Garchi maf'ulun, ya'ni ismi maf'ul bo'lmasa-mu, ish harakat ustiga tushgan ismni bildiradigan, ish harakat ustiga tushgan bir ma'noni bildiradigan o'lchamlar bor. Ular qaysi deganda yanubu an maf'ul izbasar bo'ladi, ya'ni o'rnida tura oladi maf'uldan dalolatda, ya'ni bildirishda, ma'noni bildirishda, ish harakat ustiga tushganlikdan iborat bu ma'noni bildirishda arba'at awzan, 4 o'lcham maf'ulning o'rnida tura oladi. Masalan, birinchisi fa'il o'lchami. Fa'il o'lchami maf'ulning o'rnida tura oladi. Masalan, qatilun desak degan gap, maqtul degan gap, o'ltirilgan odamni biz deymiz, qatil deymiz. Shundaqla maf'ul o'lchimida maqtulmi deymiz. Qatil degan maqtul degan ma'noni o'zini bildirib turadi. Bu yerdagi qatilcho ism maf'ul emas. Bu fa'il o'lchimida kelgan maf'uldan o'rinbosar bo'la oladigan bir o'lcham. Demak, fa'il o'lchimida kelgan fe'l maf'uldan o'rinbosar bo'ladi. Xuddi qatil deganga o'xshaydi. Ikkinchisi fa'ilun o'lchami.
Fa'ilun ölçümü mef'uldan ço, yani isim mef'uldan urun basar bulalaydı. Mesela zibhun. Zibhun degan nima degan gap? Bo'g'izlangan qo'y. Ya'ni mazbuhun degan gap. Demak, bu yerdagi zibhun degan so'z mazbuhun degan ism maf'uldan ço urun basar bulalaydı. Fa'alun ölçümü. Fa'alun ölçümü mef'uldan ço urun basar bulalaydı. Mesela adadun degan gap. Adadun ço sani degan gap. San. Xuddi ma'dud deganga o'xshagan. Maf'ul o'lchimida kelgan ism maf'uldan adadun ço urun basar bulalaydı. Fu'la ölçümü ism maf'uldan urun basar bulalaydı. Mesela tu'ma deganga o'xshash. Tu'ma degan nima degan gap? Mat'um degan gap. Ya'ni yiladigan degan gap, yilguchi degan gap. Tu'mamichu yilguchi degan gap. Demak, bu yerdagi fu'la o'lchimida kelgan tu'ma ism maf'ulning, ya'ni mat'umning o'rnida shu tura oladi deymiz. Demak, dalalatda, ya'ni ish harakat uning ustiga tushishdan iborat. Bu dalalatda 4 xil o'lcham ism maf'uldan o'rin basar bo'lalaydi. Birinchisi fa'ilun o'lchami, ikkinchisi fi'lun o'lchami, uchinchisi fa'alun o'lchami, to'rtinchisi fu'latun o'lchami. Ammo masdarni, ya'ni masdar sarihni maf'ulun bihni maqsad qilib turib ishlatilgan ahvolcha bu kamari. Ammo itlaqul masdar muradan bihil maf'ul, ammo masdarni maf'ulni maqsad qilib ishlatish fa huwa kathirun muttarab. Bu ko'p o'lchamlashgan bir ish. Masalan, hada akluk, hada shurbuk deganga o'xshagan. Bu sening yemakliking, bu sening ichmakliking. Demak, bu yerdagi akl degan asl masdar. Bu masdardan nima maqsad qilingan bu yerda? Maf'ul, ya'ni ism maf'ul maqsad qilingan. Ya'ni hada ma'kuluk demakchi. Ya'ni sizning yeydigan narsangiz demakchi. Demak, masdarni ism maf'ulning o'rnida ishlatish bu nayda ko'ngan, ko'p ishlatiladigan bir usul. Bu to'g'ri. Unda bo'lsa biz ism maf'ulni bildik. Ism maf'ul sahih fe'ldan, fulati mujarrad sahih fe'ldan maf'ulun o'lchamiga asosan chiqadi ekan. Fulati mujarraddan boshqa bo'lgan fe'llardan xuddi ism fa'ilga o'xshash mudoriyat harfiga tashg'ilgan mimni oxirining ilgirisini zivar qilish bilan yasaldi ekan. Unda bo'lsa mu'talul ayn, ya'ni ajvab fe'llardan qanday yasaladi deganda ism maf'ul ajvab fe'llardan binaul maf'ul, maf'ulni qurish, ya'ni maf'ulni yasash minal mu'talul ayn, ya'ni ayni kesal harf bo'lgan fe'l. Ayni kesal harf bo'lgan fe'l degan qanday fe'l deganda ajvab fe'l. Qala, ba'a deganga o'xshagan. Ya'ni ayning barobaridagi harfida kesal harf bo'lib qolgan fe'l. Endi bu fe'llardan ism maf'ulni qanday yasaymiz deganda, bu fe'llardan biz ism maf'ulni yasashning usuli yana shu asl o'lcham bo'yicha yasaymiz. Xuddi 3 harflik bo'lib qolsa, qaysi o'lchamda? Maf'ulun o'lchamida. Biz fe'lni asl holatiga qaytirib turib undek yasaymiz. Qalaning asli nima? Qavala. Ba'aning asli nima? Bay'a. Unda bo'lganda qala degan fe'ldan ism maf'ul, ya'ni maf'ulun o'lchamida nima chiqadi? Maqbulun chiqadi. Maqbulun. Ba'a degan fe'lning aslisi bay'a. Maf'ulun o'lchamiga asosan qanday chiqadi? Mabyu'un chiqadi. Ammo mushu pet ishlatiladi? Yo'q. Arablar buni bunda qo'llanmaydi. Qanday qo'llanadi? Ya'ni maqbulun bu qala degan fe'ldan chiqarilgan. Deydi tuhzafu vav ismul maf'ul al-mushtaq min al-fi'l al-ajwab. Diqqat. Ajvab fe'ldan, xuddi qala, ba'a deganga o'xshagan ajvab fe'ldan chiqarilgan ism maf'ulning vo'si tashlanadi. Ya'ni maqbulun desak, bu yerda maqbulun deb ikki dona vo bor. Ikki dona vo'ningcho maqbulundagi kasallik vo qanday qilinadi? Tashlanadi. Maqbulun vo'scho tashlanadi. Thumma in kanat aynuhu, ondan keyin uning ayni vovlab qolsa, ayni vovlab qolsa degani biz tashlayotgan vo'dan ilgirki ayning barobaridagi, ya'ni maf'ulun degan o'lchamdagi ayniga to'g'ri keladigan maqbulun deganda ikkinchi vo kesal harf. Bu birinchi vo'cho ayning barobaridagi harf. Mushu ayning barobaridagi harfni vovlab qolsa tunqalu harakatuha ila ma qabliha. U vo'ning harakati vo'dan ilgirki harfga yo'tkiladi. Masalan, maqbulun desam, bu yerda vurun deganda ikki vo bor. Birinchi vo ayning barobaridagi vo.
İkinci vo kesel vo. Biz kesel vo'ni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Endi bu yerda birinchi vo qolib qoldi. Birinchi vo, ya'ni aynan barobarlik harf vo qolsa, xuddi maqulun deganga o'xshagan bu vo'ningki harakati ilgirki harf bo'yicha yo'tkilab beriladi. Maqulundagi vo nima qiladi? Pash qiladi. Bu pash harakat qop yo'tkilinadi. Bo'ladi maqulun bo'ladi. Maqulun. Demak, qala degan fe'lning ismi nima chiqadi? Maqulun chiqadi. Endi agarda ayning barobarlik harfi yo'q qolsa, masalan, ba'a yabi'u degan fe'ldan asliga asosan biz bay'a mabyu'un chiqadi. Shundaq-ku, mabyu'un, maf'ulun o'lchamga tushdi. Ammo bu bundaq ishlatilmaydi. Buningdimi mabyu'unda vo qanday qilindi? Tashlanadi. Uningdan keyin ayning barobarlik harfi buningda nima bo'ldi? Ya bo'ldi. Maqulunda ayning barobarlik harfi vo bo'lgan. Mabyu'unda ayning barobarlik harfi ya bo'ldi. Agar ayning barobarlik harfi ya'lab qolsa va in kanat ya, agar ya'lab qolsa tuhzafu harakatuha. O ya'ning harakati tashlanadi. Va yuksaru ma qablaha. O ya'dan ilgirki harfni zirqinadi. Nima bo'ladi? Mabi'un bo'ladi. Ya'ning harakatini eptashlatdik, sokin qolib qoldi. Harakatni eptashlasak nima bo'ldi? Sokin bo'lib qoldi. Endi ya'dan ilgirki harf bo'lgan ba harfini nima qilamiz? Zirq qilamiz. Nima bo'ldi? Mabi'un. Demak, ba'a yabi'unchu, mabi'un chiqdi, qala yaqulunchu, maqulun chiqdi. Demak, mu'tallul ayn ajab yillardan ism maf'ul chiqarish biz asli holatiga qaytarib turib maf'ulun o'lchamga akilamiz. Maf'ulun o'lchamiga kelib bo'lgandan keyin uning vosni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Tashlab bo'lgandan keyin ayning barobaridagi harfi maf'ulun degan bu o'lchamdagi ayning barobaridagi harfi vo bo'lib qolsa, voning harakatini biz ilgirisidagi harfga olib beramiz. Agar ya bo'lib qolsa, u yaning harakatini tashlab etib, yadan ilgirki harfni zirq qilamiz. Bu qoida. Xuddi maqula yoki maqulun mabi'un deganga o'xshagan. Maqulun chiqadi masdari. Maqulami deb qo'yildi. Maqulun chiqadi. Mabi'un chiqadi. Buning asli nima? Maqvulun mabi'un. Chunki qala degan fe'lning asli qavala, ba'a degan fe'lning asli bay'a. Mushunga asosan maqvulun maf'ulun mabi'un maf'ulun. Demak o'lchamga tushdi. Maqvulun deganda vo'ni qanday qildik? Ikkinchi vo bo'lgan vo'ni tashlab o'tdik. Undan keyin maf'ulunning ayning barobarlik harfi nima ekan bu yerda? Vo ekan. Vo bo'lib qolsa, vo'ning harakatini vo'ning ilgirki harfga olib berdik. Ya'ni maqvulun degandagi vo'dagi pashni biz qopqab berdik. Nima bo'ldi? Maqvulun bo'ldi. Mabi'un decho, bu yerda vo'ni olib tashlab o'tdik. Ayning barobarlik harf ya ekan, ya bo'lib qolsa buning harakatini tashlaydik. Demak, ya sokin petib qolib qoldi. Ya'dan ilgirki harfninki harakatini zirg o'zgartimiz mabi'un bo'ldi deymiz. Mana shu bo'yicha o'zgaradi. Endi biz o'ttirda, ya'ni ayning barobarida kesal harf bo'lib qolgan fe'llardan ism maf'ul yasashni o'rganib bo'ldik. Xuddi qala, ba'a deganga o'xshagan o'ttirda kesal harf bo'lib qolgan fe'llardan ism maf'ul yasashni o'rganib bo'ldik. Endi oxirda kesal harf bo'lib qolgan fe'llardan xuddi radiya, naha deganga o'xshagan bu fe'llarning ism maf'ulini qanday yasaymiz deganda, radiya desak, buning oxirida kesal harf bor. Qaysi? Ya. Naha cheklidi. Naha degan bu fe'lning oxirida kesal harf bor. U qaysi? Alif. Demak, mayli alif bo'lsin, mayli ya bo'lsin, oxirida kesal harf bo'lib qolgan fe'llardan ism maf'ulini qanday yasaymiz deganda, minal mu'tallil lam, mu'tal lam bo'lgan fe'llardan, ya'ni oxirgi harfi, lamning barobaridagi harfi kesal harf bo'lgan fe'llardan İza buniya maf'ul mimma akhir madihi ya. Mazisining, ya'ni fi'li madisining oxirisi ya bo'lgan fe'ldan maf'ul chiqarilsa yoki alif bo'lgan, ya'ni mazisining oxirisidan bo'lgan alif bo'lgan, xuddi naha deganga o'xshagan. Alif bo'lgan. Ammo bu nahaning oxiridagi alifning aslisi nima? Ya. Chunki fe'l mudori'da naha yanhi, shundaqo naha yanhi. Ya. Demak, mazisining oxirisida ya bo'lgan yoki alif bo'lgan, u alifning aslisi nima? Ya. Bundaq fe'llardan maf'ul qurilsa, uning vo'si nima o'zgartiriladi? Ya o'zgartiriladi. Va oxirining uning, ya'ni uningki vo'ning ilgirki harfi zirq qilinadi.
ikki ya bir-birisiga qanday qiladi? İdgam qiladi. Buni biz bunda tushuntiramiz. Masalan, radiya. Shunday ol, naha. Bu ikki fe'lning oxiridagi kesarlar bor. Radiyaning oxirida ya bor. Naha deganning oxirida qisqartirilma alif bor. Ya'ni alif bor. Kesarlar bo'lgan alif bor. Ammo naha deganning oxiridagi kesarlar bo'lgan alifning aslisi nima? Ya. Aslisi ya. Meyli oxirida ya olsun, meyli oxirida alif bor. Aslisi ya bo'lgan alif bo'lsin. Buni biz maf'ul o'lchami qo'ygan vaqtimizda masalan radiya shundaqo maf'ulning o'lchami tasaqning bo'ladi. Marduyun bo'ladi. Marduyun. Chunki buning asl holatiga gapiribdi biz maf'ul qilamiz. Radiya nahaya. Shundaqo nahaya. Nima bo'ladi? Marduyun bo'ladi. Maf'ulun o'lchami tushdimi? Tushdi. Endi biz buningda marduyunda voni qanday qilamiz? Ya o'zgartamiz. Marduyun oxirida bir ya va yaning ilgarisidagi voni nima o'zgartamiz? Ya o'zgartamiz. Ikkidan ya paydo bo'ldi. Endi u yadin ilgirki harfning, ya'ni biz vodni o'zgartgan, ya'ni asli vo bo'lgan marduvundagi voning ilgirki harfini qanday qilamiz? Zir qilamiz. Marduvun deganda voning ilgirki harf qaysi? Dot. Demak, dot harfini zir qilamiz. Bu yerda ikkidan ya zot zir bo'ldi. Nima bo'ldi? Mardi deb ikkidan ya bo'ldi. Endi biz ikki yani birisi-birisiga idg'om qilib tashdid bilan o'qiymiz. Nima bo'ladi? Mardiyun bo'ladi. Masalan, radiyadan mardiyun chiqdi, nahadinchu manhiyun chiqdi. Qaysi xil o'lchamga asosan shunday chiqdi desa, radiyadan asli biz maf'ul o'lchamga asosan marduyun chiqdi. Marduyun. Ko'gininglardek maf'ulun. Shundaqo marduyun maf'ulun o'lchamga tushdi. Nahadinchu manhuyun. Manhuyun chiqdi. Bu yerda ijtima'al vav val ya. Bu yerda vo bilan yacho birga kelib qoldi. Bu ikki vo ikki kesalardan birga kelib qolishi to'g'ri emas. Va kanatil ula sakina. Birinchisi sakin, ya'ni vo sakin. Marduyun, manhuyun da vocho sakin. Shuning uchun voni biz nima o'zgartiramiz? Yaga. Faqulibatul vav ya'an. Vo yaga o'zgartiriladi va kusira ma qablaha. U vodin ilgirki harf zir qilindi. Ya'ni marduyun da vodin ilgirki dot, manhuyun da vodin ilgirki ha harfi zir qilinadi. Undan keyin bu yerda biz voni yaga o'zgartgan ikkidan ya paydo bo'lib qoldi. Bu ikkini birisi qanday qilamiz? Idg'om qilamiz. Nima bo'ladi? Mardiyun manhiyun bo'ladi. Mana bu mu'talul lam bo'lgan fe'ldan ism maf'ulning yasalish ahvoli. Demak, bizning ism maf'ulga aloqador bo'lgan darsimiz shu yerda oxirlashdi. Buning oxirida ko'nikmalar berilgan. Buni ishlaysizlar. Birinchisi, ixtar al-ijabata as-sahiha fi ma yali. Tuandagi to'g'ri javobni tanlang. Ismul maf'ul yusag'u min ism maf'ul chiqariladi. Nimadan? Fi'l thulathiyil mabni lil ma'lum. Ma'lumga qurilgan thulati fe'ldan. Al-fi'l thulathiyil mabni lil majhul. Majhulga qurilgan thulati fe'ldan. Al-fi'l thulathi sawa'an mabniyan lil ma'lul aw majhul. Mayli majhul olsun, mayli ma'lum bo'lsin, u sharafli fe'ldan chiqadi deydi. Qaysi to'g'ri? Ba to'g'ri. Al-fi'l thulathi al-mabni lil majhul. Majhulga qurilgan u sharafli fe'ldan chiqadi. Mushu bo'yicha to'g'risini tanlaysizlar. Ikkinchisi nima debdi? Yusaghu ismul maf'ul min al-thulathi al-mujarrad ala wazn dedi. Thulathi mujarraddan ism maf'ul muf'al o'lchamiga asosan chiqariladi. Maf'ulun o'lchamiga asosan chiqariladi. Mufa'alun o'lchamiga asosan chiqariladi dedi. Qaysi to'g'ri? Uchinchisi, yusaghu ismul maf'ul min ghayri al-thulathi. Endi ism maf'ul thulathiyning boshqasidan maf'ul o'lchamiga asosan chiqadi. Mudoriyat harfini pashqa qilgan mimga oxirining ilgirkisini zar qilishdan chiqadi. Mudoriyat harfini pashqa qilgan mimga oxirining ilgirkisini zir qilishdan chiqadi dedi. Qaysi to'g'ri? To'g'ri bo'lganini tanlaysizlar. Qolganini mushu bo'yicha sizlar talabga asosan to'g'rini tanlasanglar. Unda bo'lsa oqlashlar. Bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.